Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, mana kvadrotsiklimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga yetib keldi. 2 tonnalik samosval variantidan. Akamizga yetkazdirib kelib berdik. Narxi 50 million so'mga dastavkasi bilan keldi. Kimga shunaqa kvadrotsikllarimiz kuzov bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kuzov razmerlari 1.40 ga 2 metr. Motorlari 250 kubli motor bilan jihozlangan, 100 km ga 6 litr rasxod qiladi. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Shunaqa kvadrotsikllar kuzov bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Balonlari juda ham chiroyli ishlangan baquvvat kvadrotsikl. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Hozir tushuntiraman. Motorlari 250 kubli motor bo'ladi. Oldi ko'rinish holati mana. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Mana kvadrotsiklimiz. Nomerlarimiz ekran ostida qoldiramiz. O'zini mana ligotkalari bor, undan tashqari faqat orqa tomonni tortadi. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Kimga shunaqa kvadrotsiklarimiz kuzov bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Tushunmagan joylar bo'lsa, telefon orqali tushuntirib o'tamiz. Naqd pulga 50 million so'mga Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga yetib keldi. 2 tonna yuk oladi. Samosval variantini ham hozir men ishlatib ko'rsataman. Samosval variant. O'zi ko'tarib to'kib beradi bemalol. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga. Tushunmagan joylar bo'lsa, telefon orqali tushuntirib o'tamiz. 12 viloyatga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Manzil Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Ochilish tomoni.